Bu vasl hamzasi. U doim so'zning boshida keladi. Ko'rib turganingizdek, unda vasl belgisidan boshqa hech qanday qisqa unlilar, ya'ni fatha, kasra va domma yo'q. Xo'sh, unda uni qanday o'qiymiz? Buning uchun 3-harfga qaraymiz. Agar 3-harfda domma bo'lsa, vasl hamzasini domma bilan talaffuz qilamiz. Masalan, utlu, urkud. Agar 3-harfda fatha yoki kasra bo'lsa, uni kasra bilan boshlaymiz. Misol uchun, iqtarobi, izhabu, ihdina, irji'u. Muhim eslatma. Vasl hamzasi bilan boshlanadigan so'zlar gap o'rtasida kelsa, vasl hamzasi umuman talaffuz qilinmaydi. Masalan, waqtarobi, watlu. Lekin quyidagi 5 fe'l ushbu qoidaga bo'ysunmaydi. Bu fe'llarni albatta eslab qoling. Ularning 3-harfi domma bo'lsa ham, ularni har doim kasra bilan boshlash shart. Masalan, ibnu, iqdu, imshu, ituni, itu. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.